G'azo sektori bo'yicha yangi qaror. Isroil va AQSh Turkiya qo'shinlarini xalqaro barqarorlash kuchidan chiqarib tashlashga qaror qildi. 2025-yil oktyabrda kelishilgan iskanda Isroil va AQSh yangi stabilizatsiya kuchi International Stabilization Force (ISF) ni G'azoga kiritmoqchi edi. Ammo Isroil Turkiya qo'shinlarini bu kuch tarkibida ko'rishni xohlamayapti. Xabarlarga ko'ra, Turkiya qo'shinlari ISF tarkibidan chiqarish mumkinligi tasdiqlangan. Isroil bu qatnashuvni rad etgan. ISF tarkibida endi Ozarbayjon va Indoneziya ehtimoliy asosiy ishtirokchilarga aylanyapti. Nima uchun? Isroilga ko'ra, Turkiya qo'shinlari G'azoga kirsa, xavfsizlik va strategik jihatdan muammo tug'ilishi mumkin. Natijada ISF tarkibi va uning roli ancha muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tinchlik jarayoni murakkablashdi. Sizningcha bu qaror G'azoda tinchlikni tezlashtiradimi yoki hammasini murakkablashtiradimi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.